Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga o'sha klassik Germaniya elchixonasi saytidan klassik termin olish bo'yicha bir yo'riqnoma yaratishga harakat qilamiz. Birinchi navbatda o'sha Google'dan Germaniya elchixonasi viza termin deb yozsangiz bo'ldi. Shunda bizda shu sahifa ochiladi. Bu sahifani o'sha bizga milliy viza 90 kundan ko'p tayyor ssilka ochiladi, unga bosamiz. Bu yerda milliy viza olish uchun o'sha ketma-ketligi, qabulga yozilish, ariza blank to'ldirish keltirilgan. Birinchi navbatda agar sizga au pair, Germaniyada o'qish yoki o'qishga tayyorgarlik ko'rish, o'qishga ariza topshirish, kasbiy malakani tan oldirish kabilar kerak bo'ladigan bo'lsa, Visametrik saytidan xizmatlaridan foydalanishingiz mumkin. Visametrik qabulga yozilish uchun bu yerda ssilka bor. Undan tashqari sizga qolgan barcha toifalar, masalan, ish, blue card va boshqa milliy viza xizmatlari uchun siz elchixonani o'ziga qabulga yozilishingiz kerak. Shu ssilka orqali bosamiz va bizda ikkita sahifa ochiladi. Birinchi sahifasida o'sha oila birlashtirish, stipendiya va ishlash uchun golubaya karta yoki o'sha Faxtgraf bo'yicha, ya'ni ishga bormoqchi bo'lganlar va uzoq muddat yarim yil ichida 90 kundan ko'p, ya'ni o'sha aynan bizga keraklisi birinchi qismi bo'ladi va keyingi qismga bosamiz. Bizga nimalar kerakligi va bunda o'ng qismda shunday ssilka keltirilgan. Mana yangi suhbat va bu yerda ism, familiyangiz, elektron pochtangiz, elektron pochtani takrorlaymiz. Pasportga iloji bo'lsa g'ayzapasi, ya'ni o'sha kiritishingiz kerak bo'ladi. Zagran pasportingiz, tug'ilgan kuningiz, telefon raqamingiz, nima uchun Germaniyada bo'lmoqchisiz. Bu yoqdan berilib ketasiz. Oila birlashtirish, oila qurish, stipendiya va Faxtgraf sifatida ishlash bizga shu joyi kerak. Kimdir sizga hamrohlik qiladimi, bu yoqqa yozib ketish kerak. Kelajakdagi ish beruvchingiz bo'lsa, ish beruvchingizni bosasiz va hamma narsani qabul qilib o'sha saqlash tugmasini bosasiz. Saqlash tugmasini bosganingizdan so'ng sizga email keladi va o'sha email orqali siz bilishingiz mumkinki, u email birdan kelmasligi mumkin. O'sha 24 soat, 48 soat davomida kelishi mumkin. O'sha orqali siz termin olgan bo'lasiz. Bu terminni sizga hozirgi vaqtda, endi bu video o'sha 17-may kuni 2025-yilda olinyapti. Hozirgi vaqtda termin o'rtacha 7-8 oy davomida kelyapti. Bu hozir sal
eskirganroq usul. Tavsiya qilardimki, o'sha onlayn hamma hujjatlarni yuklash va elektron shaklda yangi tizim orqali termin olishdi. Bunga o'rtacha hozirgi vaqtda 1 oy 2 oy muddatda siz viza olishingiz mumkin bo'lyapti. Ancha 4 barobar hozir qisqargan. Hozir odamlar kamligi sababli menimcha 1 oy 2 oy vaqt ketyapti. Hamma agar bu elektron shaklga o'tadigan bo'lsa, yana ko'payishi, uzayishi mumkin muddat. Xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr. Ozgina bo'lsa ham foydamiz tegishligini xohladik. Hammaga rahmat. Agar savollar bo'lsa, bemalol berishlaringiz mumkin kommentariyada. Qo'ldan kelgancha javob beramiz.